Juda ham ko'pchiligimiz, jumladan men o'zim ham ChatGPTdan foydalanamiz. Xuddi shu juda ham ko'pchilik odam faqatgina ChatGPTdan foydalanar ekan. Ular ChatGPTni eng zo'ri deb bilgani uchun emas, shunchaki ular bilmaskan ChatGPTdan ham boshqa zo'rroq modellar borligini. Bu men uchun yangilik, to'g'risini aytaman. Men shaxsan juda ham ko'p modellardan foydalanaman, chunki ularning hammasini o'zini bir yo'nalishi bor. Shunda hozir savol tug'ilishi mumkin. Ba'zilar o'ylaydi, "Okey, demak eng zo'r sun'iy intellekt qaysi biri?" Sal to'g'rilab qo'ysak agar, qaysi sun'iy intellekt bu siz xohlagandek fikr yurita oladi? Mana bu to'g'riroq bo'ladi. Boya aytganimdek, har bitta sun'iy intellektni o'zini yaxshiroq bo'lgan, zo'rroq bo'lgan yo'nalishi bor. Men ikkitasini aytib o'taman. ChatGPTdan boshqa bu bittasi Gemini bo'lsa, bu ikkinchisi Claude. Gemini, Claude bu Anthropicniki, bu ham juda ham katta korporatsiyalardan bittasi. Gemini menimcha hammamiz bilamiz, bu Google'niki. Demak, video davomida ChatGPT o'zi yaxshi va yomon tomonlari haqida gaplashib o'tamiz va nima uchun menga to'g'risi ChatGPTni ba'zi bir tomonlari yoqmasligini aytaman. ChatGPT meni eng favorite, ya'ni yoqtirgan modelim emas. Ana undan keyin Claude. Nima uchun yoqtirishim? Claude o'zi plus va minus tomonlari qanaqa ishlaydi, nima uchun men yoqtirishimni to'g'ri tushuntirib beraman aniq qilib. Undan keyin Gemini. Boya aytganimdek, Gemini bu Google'niki. Gemini'dan qanaqa qilib maksimal foydalanishni tushuntirib o'taman. Ana undan keyin juda ham bir muhim topik, ya'ni nima uchun ko'pchilik odam AIni zo'r emas deb o'ylaydi, ya'ni kuchi unchalik zo'r emas deb o'ylaydi. Buni aniq tushuntirib o'tiraman. Buning sababi bor, o'ziga yarasha. Ana undan keyin oxirida men video oxirida sizlarga ikkita o'zimga yoqadigan, o'zim ishlatadigan, juda ham bir muhim bo'lgan, zo'r bo'lgan ikkita bir prompt beraman. Uzunroq prompt. Uni agar o'zlaringiz modellaringizga qo'yadigan bo'lsalaringiz, xohlagan modellaringiz, любой bitta model ancha yaxshiroq ishlaydi. ChatGPTdan boshlaymiz. Uni kuchli tomonlariga to'xtalib o'tay. Umumiy qilib aytaman, ChatGPT bu generalist. Men uni generalist deb bilaman, ya'ni umumiy ishlarda ChatGPT yaxshi. Kundalik hayotda ishlatiladigan, sizlarda bo'ladigan savollar bo'lsa, mavzular bo'lsa, ChatGPT juda ham yaxshi model. Unda ham ChatGPTda ham yaxshigina kontekst, ya'ni mantiqni tushunadi, mantiqiy yaxshi ishlaydi. Strukturasi bor, yaxshigina o'ziga yarasha strukturasi bor, logikani ham yaxshi tushunadi, yaxshi olib borib biladi. Ko'p turdagi vazifalarni, juda ham ko'p turdagi vazifalarni bajara oladi. Agar to'g'ri prompt berilsa, ChatGPT juda ham o'ziga yarasha kundalik hayotimizda foydalansa bo'ladigan yaxshi bir model. Endi menga yoqmaydigan tomonlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak agar, ChatGPTning eng menga yoqmaydigan tomoni bu uni har bitta fikrimga qo'shilishi. Menga yoqmaydi, chunki platformaning bitta minus tomoni, shaxsan men uchun minus tomoni, men o'ylaymanki, bu ko'pchilik uchun ham muhim. Platforma shunaqa dizaynlashtirilganki, tuzilganki, platformaning vazifasi, ya'ni ChatGPT platformasining vazifasi userni, foydalanuvchini, ya'ni siz va meni iloji boricha platformada uzoqroq ushlab turish. Shuning uchun ChatGPT qo'lidan kelgan hamma ishni qiladi, sizni platformada ushlab qolib, ya'ni sizga yoqadigan javoblarni berishga. Bu odatda sizni har bitta gapingizga qo'shilish bo'ladi. Bu to'g'risi yaxshi emas deb o'ylayman, chunki meni maqsadim ChatGPT bilan gaplashganda, ya'ni LLMlar bilan, xuddi shu modellar bilan gaplashganda meni maqsadim, agar men xato bo'lsam agar, u narsani menga aytishini xohlayman. ChatGPTda esa bu muammo. Yana bir narsasi bor, agar ChatGPTga to'g'ri prompt bera olmasangiz agar, odatda gallyutsinatsiya qilish naqasi ham bor, yomon tomoni ham bor. Gallyutsinatsiya nima deydiganlar bo'lsa, gallyutsinatsiya bu mantiqiy quloqqa va sizga to'g'ri tuyuladi, to'g'risi to'g'ri eshitiladi va to'g'ri tuyuladi. U beradigan javoblari mantiqiy to'g'ri tuyuladi. Lekin fakt tomonidan u xato. Bu modellar shu darajada aqlliki, shunaqa faktlarni, informatsiyalarni olib chiqib beradi sizga, chiqarib beradi javob sifatida. Siz o'ylaysizki, u to'g'ri gapiryapti, lekin to'g'risi fakt tomonidan u xato bo'ladi. Buni oqibatida 2-3 yil oldin, endi ChatGPT birinchi marta chiqayotgan payt, birinchi-ikkinchi yillarida shunaqa muammolar bo'lganki, ba'zi insonlarni o'limiga ham sabab bo'lgan. ChatGPT o'limiga ham sabab bo'lgan joylari bor. Buni orqasidan lawsuitlar, ya'ni sudlar bo'lgan. ChatGPT, ya'ni OpenAI kompaniyasi yaxshigina pul to'lagan joylari bo'lgan. Ikkinchisi bu Claude. Claude to'g'risi menga yoqadi Claude. Claude'ni men umumiy qilib dono sun'iy intellekt deb bilaman. Ya'ni unda Claude'da asoslash kuchi juda ham zo'r. Shu uchun ham Claude'ni ko'pincha dasturchilar ishlatadi. Deyarli men o'ylayman, har bitta dasturchi Claude'ni biladi. Claude'ni va Claude Code'ni nima ekanligini biladi.
deyarli hamma dasturlash programmalarida juda ham ko'p programmalar bor. Men hali bular haqida ham video qilaman. Lekin xuddi shu programmalarning deyarli hammasi Clouddan foydalanadi, chunki Cloudda asoslash kuchi juda ham zo'r. Asoslash kuchi nima deganlar uchun oq qorani eng zo'r detalli misollar bilan tushuntirib bera olish qobiliyati bu asoslash kuchi. Ya'ni qilgan ishini zo'r qilib asoslab beradi. Gallyutsinatsiya kamroq. Cloud sizga informatsiya bersa agar, bilingki, u bu informatsiya haqida juda ham chuqur o'ylaydi. Xuddi shu sababdan ham bitta minusi bor Cloudda. Cloud sal sekinroq ishlaydi, ChatGPTdan va Gemini'dan ham sekinroq ishlaydi. Chunki u juda ham chuqur o'ylaydi. U Cloud uchun natijani aniqligi juda ham muhim. Xuddi shu sababdan ham agar men uchun juda ham muhim bo'lgan, nozikroq bo'lgan proyektlarning ustida ishlayotgan bo'lsam, odatda Cloud ishlataman, chunki bilaman, unda tahlil qilish kuchi, asoslash kuchi juda ham zo'r. Men aniq bilaman, Cloudda xavfsizroqman. Undan olayotgan javoblarim, natijalarim aniqroq bo'ladi. Ancha aniqroq bo'ladi. Cloudni shu tomonlari menga yoqadi, to'g'risi. Ba'zi payt men yaqinda o'zim jamoam uchun programma tuzishimga to'g'ri keldi. Xuddi programmani bitta o'zim Cloud orqali tuzish imkoniyatim bo'ldi. Demak, Cloudni men zaif tomonlarini umumiy qilib aytaman. Cloudda men biladigan va menga yoqmaydigan emas, to'g'risi ikkita zaif tomoni bor. Bittasi uni sekin ishlashi bo'lsa agar, ikkinchisi u ijodkorlik tomonidan sal yaxshi emas. Shunaqa paytlarda yo Gemini yo Cloud yo ChatGPT ni ishlataman. Mana shu ikkalasidan bittasini. Boshqa jihatlardan Cloud men ko'p ishlatadigan juda ham zo'r modellardan bittasi. Cloudni qisqacha ko'rsatib o'taman. Cloud juda ham oddiy, to'g'risi platformasi ularniki ham ChatGPTga juda ham o'xshaydi. Deyarli barcha sun'iy intellektlarning platformasi bir-biriga o'xshaydi, to'g'risi. Ularni tushunish juda qiyin emas. Ularning hammasida mana shunaqa chat interface bo'ladi. Kirasiz va savolingizni so'raysiz. Yo bo'lmasam proyektingizni so'raysiz, proyekt haqida so'raysiz. Hey, masalan, oddiy qilib, hey, can you help me with this certain case, masalan, I will give you the details below. Deb, ya'ni bu degani menga mana shu aniq case bilan yordam ber, men senga detallarni pastda beraman. Oddiy qilib aytadigan bo'lsa agar. Juda ham oddiy. Demak, 3-model bu Gemini. Gemini bu hammamiz biladigan Google'ni modeli hisoblanadi. Gemini'ning eng kuchli tomoni va menga yoqadigan tomoni faqat shu tomon uchun foydalanaman, to'g'risi. Boshqa bir tomonlari bor, ular haqida ham aytib o'taman. Gemini real time informationga aksesi bor, ya'ni haqiqiy hozir bo'lib turgan yoki kecha bo'lgan, undan o'tgan kun bo'lgan informatsiyalarga qo'shilgan, update qilingan, yangilangan informatsiyalarga aksesi, ya'ni imkoniyati bor o'sha informatsiyani topib berishga menga. Boshqa birorta deyarli modelda bu qobiliyat Gemini'nikidek zo'r emas, chunki Google bilamiz, Google'da dunyodagi eng ko'p va katta informatsiya databazasi bor Google'da. Deyarli hamma narsa Google'da. Buni hammamiz bilamiz. Gemini'ni xuddi shu barcha informatsiyalarga aksesi bor. Shu tomondan ham Gemini yoqadi. Masalan, Cloudda ba'zi bir savollar bersam agar, aynan yo bo'lmasam ChatGPTga bersam agar, juda ham eski bo'lgan informatsiya bo'yicha fikr yuritadi. Bu narsa to'g'risi yaxshi emas. Odatda yaxshi emas. Shuning uchun nima qilaman? Gemini'dan informatsiyani olib, ba'zi bir informatsiyalarni uni ba'zida Cloud bilan maslahatlashaman, yo bo'lmasa ChatGPT bilan maslahatlashaman. Kimga nimaga kerakligiga bog'liq. Ya'ni qaysi yo'nalishda ekanligiga bog'liq. Men odatda Cloud ishlataman, masalan. Demak, Gemini'ning kuchli tomonlarini aytaman. U juda ham katta mantiqiy bir tekst bo'yicha yaxshi ishlaydi, to'g'risi. Qancha ko'p bersam ham informatsiya qabul qilaveradi va uni yaxshi protsess qilib bera oladi. Hozirda mavjud bo'lgan kecha yoki undan o'tgan kun informatsiyani, shu mavjud bo'lgan informatsiyalarni, ya'ni live data deydi, live information, shularning barchasini olib bera oladi. Chunki boya aytganimdek, adashmasam ChatGPT 1 yil bo'lib qoldi informatsiyasi qirqilganiga, oxirgi modelini. 1 yil yoki yarim yil. Undan keyingi informatsiyalarni ular bilmaydi. Trenirovka qildirilmagan. Yana bir bor yaxshi tomonlardan bittasi Gemini'da Veo 3.1 bor.
video taxlaydigan, tayyorlab beradigan model hisoblanadi. Keyin rasm taxlab bera oladigan Nano Banana bor. Nano Banana ham juda ham zo'r. Prosi aynan juda ham zo'r. Rasmlarni aniqlik, tiniqlik bilan taxlab beradi. To'g'risi, ko'pchilik marketing sohasida ishlaydigan bolalar mana shuni ishlatadi. Nano Banana, Vio 3.1 mana shularni ishlatadi. Ularda zo'r. Ishlatib ko'ringlar xohlasalaringiz. Demak, Gemini'dan qanaqa foydalanish qisqacha tushuntirib o'taman. Gemini ham juda ham oddiy. To'g'risi, qiyin tomonlari yo'q. Not now. Okay, demak, nima kerak bo'lsa mana shunday yozasizlar. To'g'risini aytaman, oddiy, juda ham simple, juda qiyin tomoni yo'q. Where should we start? We should start here. Agar video kerak bo'lsa, mana create videos, Vio 3.1. Agar rasm kerak bo'lsa, create images. Agar informatsiya kerak bo'lsa, deep search, bu ya'ni internetda juda ham chuqur kavlab sizlarga kerakli bo'lgan informatsiyani chiqarib beradi. Xuddi shu deep searchni bossalaringiz agar. Endi video boshida aytgan bir statement deymiz, aytilgan gap juda ham ko'pchilik shu fikrda. Ya'ni AI ni foydasi menga uncha tegmayapti. Men uncha foyda ko'rganim yo'q. AI sen aytganingdek uncha zo'r emas degan fikrlar bor, to'g'risi. U juda ham xato fikr. Demak, birinchisi men o'ylaganim, nima uchun u fikrga borishadi odamlar? Chunki xato prompt beriladi. Juda ham yomon prompt beriladi. Masalan, yomon prompt misolida email yozyapti kimdir, email yozib turibdi, yo bo'lmasa xabar, message deylik, tekst yozyapti. Keyin undan oddiy qilib ChatGPT dan so'raydiki, buni yaxshilab ber. Natijada nima bo'ladi? Natijada juda ham sayoz matn javob sifatida keladi. Uni o'rniga to'g'ri qanaqa berish mumkin? Men juda ham katta prompt qilmayapman. Oddiy bu emailni qat'iy, lekin hurmatni saqlagan holatda qaytadan yoz. 120 ta so'zdan oshmasin. Mijoz deadline'ni o'tkazib yuborgan, huquqiy risk past bo'lsin, ya'ni huquqiy tomondan muammoga uchrab qolmaylik degan ma'noda prompt berilsa agar, AI to'g'risi sizni nima xohlashingizni tushunadi va siz xohlagandek emailingizni yo bo'lmasa o'sha xohlagan taskingizni qilib beradi. Chunki AI bu niyatingizni bilmaydi, u prosta tak sizni instruksiyalaringizga quloq solgan holatda natija ko'rsatib bera oladi, bo'ldi. Bu assistent-da, lekin siz unga aniq-tiniq tushuntirib berishingiz kerak. Nima xohlashingizni, qanaqa qilib xohlashingizni, o'shanda sizga eng zo'r natijani beradi. Ikkinchisi, demak, noaniq savollar tushadi to'g'risi AI ga. Mana bu yerda odamlar odatda nima deydi? Biznesimni qanaqa qilib o'stirsam bo'ladi? Bu juda ham general, ya'ni umumiy savol. Unaqa emas, uni o'rniga qanaqa qilsa bo'ladi? Menda 12 kishilik logistika kompaniyasi bor. Daromadda o'sish to'xtagan hozirga. 3 ta operatsion bottleneck, ya'ni bottleneck degani odatda bizneslarda, ya'ni biznes unaqasida kontekstda aytadigan bo'lsa agar, ishni orqaga tortib turgan bir faktor deylik. Biznesda odatda shunaqa bo'ladi. Nimadir muammolar bo'ladi, ya'ni ish orqaga tortib turibdi. Demak, bu yerda 3 ta operatsion bottleneck topib ber va har biri uchun haftalik o'lchov ber. To'g'rimi? Bunda AI sizni to'g'risi shunchaki biznesimni qanaqa o'stirsam bo'ladi degan savolingizdan ko'proq narsa tushuntiryapti bu yerda. Shu uchun ham sizga AI to'g'risi ancha-muncha aniqroq va tiniqroq javob beradi. Keyin uchinchisi, bu to'g'risi odamlar AI ni Google deb biladi. Qaysidir ma'noda Google, ya'ni informatsiya juda ham ko'p biladi va filtrlay oladi, asoslab beradi informatsiyalarni. Qaysidir ma'noda Google ga o'xshaydi, lekin Google emas. Demak, xato qilinadigan odamlar nimada xato qiladi? So'rayotgan payt eng yaxshi CRM qaysi biri, masalan. Ularga unda nima beradi? Menimcha listdagi CRM sistemalarning listini beradi, bo'ldi. Lekin uni o'rniga siz tushuntirsangiz agar, menda 5 kishilik savdo jamoasi bo'lgan logistika kompaniyasi uchun HubSpot va Zohoni solishtirib ber. Setup arzonligi va WhatsApp integratsiyasini ustun qo'y va jadvali bilan chiqar. Bu boshqacha. Xohlasanglar agar, mana bu HubSpot yoki Zohoni mention qilmasanglar ham, ya'ni eslatib o'tmasanglar ham, u sizlarga, ya'ni bizneslaringizga qarab, ya'ni biznes haqida, o'zlaringiz bizneslaringiz haqida aniqroq mavzu bersalaringiz agar, shunga qarab aniqroq javob beradi. Foydaliroq javob beradi. To'g'risini aytaman, ba'zida beradigan, men prompt yozsam agar, uni beradigan javoblardan
hayratda qolaman, chunki men o'ylayman, qayerdan topadi bu informatsiyalarni deymanda, ya'ni qanaqa bunaqa fikrlaydi deb o'ylaymanda. Zo'r fikrlaydi. Keyin 4-chi muammo, ya'ni qilinadigan xato sehr kuchadi. Juda ham ko'pchilik odam, ya'ni nimadir sehr bo'lib qoladi u yerda hozir deb o'ylaydi. Ya'ni promptni tiqqandan keyin, promptdan emas, u oddiy bir savol bo'ladi. Mana oddiy savollardan bittasi, umumiy savollardan bittasi, mukammal biznes reja tuzib ber. To'g'risi, mukammal biznes reja tuzib ber. Keyin nima bo'ladi natija? Chiroyli, lekin hayotdan uzilgan PDF fayl bo'ladi. Boyagi gallyutsinatsiya bo'ladi u yerda. Men aytib o'tgan gallyutsinatsiya bo'ladi. Ya'ni juda ham mantiqiy, zo'r eshitiladi. Uni tuzib bergan plani da aytasizki, gap yo'q deysiz, lekin praktikada ish bermaydi bu narsa. Uni o'rniga to'g'risi qanaqa bo'ladi? Birinchi qadam, demak, birinchi martada g'oyamni sindirish uchun menga 10 ta qattiq savol ber. Ya'ni g'oyani berdingiz, o'zingizni g'oyangizni berdingiz va undan so'rayapsizki, mani g'oyamni kritika qilib 10 ta savol ber menga. Ikkinchisi, javoblarim asosida faqat revenue model yoz. Ya'ni shu siz bergan javoblarga qarab, xuddi shu mani javoblarimga qarab pul keltiradigan biznes modelini yozib ber, deyapsiz, to'g'rimi? Uchinchi qadam, investor kabi tanqid qil. To'g'risi, ya'ni shunda siz ChatGPT bilan 3 ta qadamda, demak, ChatGPT bilan o'zingizni biznes naqangizni, planingizni filtrdan o'tkazib olasiz. Bu degani biznes planingiz xato emas. Biznes plan to'g'ri bo'ladi yoki biznes niyat xato bo'lmaydi, ya'ni to'g'ri bo'ladi, lekin planini sizga zo'r tuzib beradi. Birgalikda tuzasizlar uni. Bu sizga xato tomonlarini, hayotiy xato tomonlarini aniq qilib beradi. 3 ta qadamdan, 3 ta filtrdan o'tkazib olganingizdan keyin. O'ylaymanki, video hammaga qiziq bo'ldi. Agar kimdadir qanaqadir savol paydo bo'lsa, agar kommentga yozinglar, men aniq javob beraman. Harakat qilaman aniqroq javob bergani. Chunki men ham mukammal emasman. Sizlarga prompt beraman, bir prompt. Chunki ko'pchilik LLMlarni, ya'ni large language modellarni, xuddi shu ChatGPTga o'xshagan modellarni to'g'ri ishlamasligiga sabab unga instructional prompt berilmaydi. Instructional prompt nima o'zi? Instructional prompt ChatGPTga keladigan bo'lsalaringiz agar, hozir o'zim o'tkazib qo'yay. Mana bu bor. Bu yerda settings bo'ladi, personalization. Personalization degan joyga kelib, men promptni videoni pastiga qo'yib qo'yaman, description partiga, YouTube'da olsanglar bo'ladi. Custom instructions bor. Custom instructions degan joyga shunchaki copy paste qilib qo'ysanglar bo'ldi. Instructional prompt nima? Bu nima degani bu? Bu har safar, har doim ChatGPT bilan gaplashganlaringizda sizlarga xuddi shu promptga qarab javob beradi. Men bu yerda nima deganman? Aniq-tiniq tushuntirganman. Sen meni mentorimsan, ya'ni ustozimsan. Shunaqa bir roling bor seni meni hayotimda. Men bilan gaplashayotganda gapni olib qochma hech qachon. Menga aniq-tiniq javob ber. Bitta, ikkita, uchta, maksimum 3 yoki 4 ta gap bilan mavzuni tushuntirib ber. Menga bunchalik tekst berma. Keyin qilish kerak bo'lmagan narsalarni, ya'ni gallyutsinatsiya bo'lib qolmasin degan ma'noda. Agar xato bo'lsa, agar xato qilsam, menga ayt xatoyimni. Sen mana shu yerda xato qilyapsan, uni o'rniga men bunaqa qil deb 2-3 ta menga imkoniyat, vibrlarni ber degan ma'noda instruction berganman bu yerda. To'g'risini aytaman, ancha yaxshiroq javob beradi. Demak, bu videoning oxiri, yana hali agar kimdadir qiziqroq tomoni bo'lsa, agar komment yozib qo'yinglar. Shu bo'yicha ham video qilaman. Savol bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, ideya bo'ladimi, yozib qo'yinglar. Men shu bo'yicha ham video qilaman. AI endi boshlanyapti. Men maslahat beraman. AI ga juda ham qiziqinglar.